ilon kapalakni yeyman deb quvibdi. Kapalak esa jon talvasasida qo'rqqanidan qanotlarini qattiq qoqib qochibdi. 3 kungacha qochibdi. Chunki qo'rquv insonga kuch berar ekan. Ilon ham kapalakni izidan qadamma-qadam yerda o'rmalab boribdi. U ham taqibni qo'ymabdi. Tushdan qolgan kapalak oxir bir gulga qo'nibdi-da, ilonga aytibdi: "Meni o'ldirishingdan oldin senga 3 ta savolim bor" debdi. Ilon esa: "Odatda men yemishlarimga bunaqa imkoniyat qoldirmasdim. Mayli, senga beraman. Bu oxirgi so'zing bo'la qolsin." Kapalak aytdiki: "Birinchi savolim, kapalaklar sening yemishingmi? Asli kapalaklar bilan ovqatlanasanmi?" deb so'radi. Ilon bo'lsa yo'q dedi. "Men senga nima yomonlik qildim?" dedi kapalak. "Biron bir yomonlik qildimmi?" dedi. Ilon yo'q dedi. "Uchinchi savolim esa, unda nimaga meni o'ldirmoqsan?" dedi. Shunda ilon aytdiki: "Men sening qanot qoqib parvoz qilishingni ko'ra olmayman" dedi. Bunda ko'p ibrat bor ekan, birodarlar. Aslida kapalak ilonni yemish emasdi. Ilonga yomonlik ham qilmagandi. Lekin ilon uni yemoqchi, o'ldirmoqchi, sababini ko'ra olmayapti parvoz qilishini. Xuddi shunday jamiyatda hasad shu qadar avj olib ketdiki, birodarlar, aslida inson yemaydi. Insonni yemishi inson emas. Bir insonga yomonlik ham qilmagan. Nega unda inson yomonlik qiladi? Ma'lum bo'lyapti. Insonning omadini ko'ra olmagan uchun. Unga kelayotgan qo'ngan baxt qushini ko'ra olmagan uchun. Uni qanot qoqib parvoz qilishini ko'ra olmaydi. Shuning uchun unga yomonlik qilishga harakat qiladi. Bugun ilonlar ko'payib ketdi, birodarlar. Dashtu maydonda, cho'lda ilonlar qolmadi. Hamma ilon bizning qalbimizda. Holbuki bu qalbga farishtalar vositasida ilmning nuri kirish kerak edi. Bu umr qisqa tez o'tib ketuvchi. Zavq, shavq bilan rozi bo'lib yashalsa, jamiyatda osoyishtalik bo'ladi, yaxshilik bo'ladi, unda baraka bo'ladi. Hayotdan zavq olib, quvnab yashashimiz kerak ekan. Odamlardan kamchilik emas, yaxshilik qidirib yashashimiz kerak ekan. Kamchilik esa hammamizda bor. Biz ana shu kamchilik, nuqson, xato, gunohlarimizga tavba qilib yashaymiz. Alloh subhanahu va taolo esa mag'firat qilaman deb va'dasini bergan.